Ba'zida afsona va haqiqat chegarasi qalam ustalarining sintatsiyasi orqali birgina maqola yoki kitob orqali yo'qlikka g'arq bo'ladi. Bermud uchburchagi haqida eshitmaganlar bo'lsa, anomal hodisalarning chastotasi yuqori bo'lgan joy shunchaki uchburchak shakliga ega. Uning burchaklari Bermuda, Puerto-Riko va Florida yarimorollarida tutashadi. Bermud uchburchagidagi suv va havo kemalarining sirli ravishda g'oyib bo'lishi haqidagi qarashni ilk bora IP muxbiri Edward Jones 1950-yilda ilgari suradi va bu hududni Iblis dengizi deb nomlaydi. Bermud uchburchagi iborasini esa yozuvchi Vincent Gaddis 1964-yilda qo'llaydi. Shu bilan ushbu sirli joy to'g'risida yuzlab maqolalar va kitoblar yozila boshlaydi. Bermud uchburchagi